Zahiruddin Muhammad Bobur. Bugun biz buyuk shoir, sarkarda va mutafakkir Zahiruddin Muhammad Boburning 543 yilligini yod etamiz. Uning g'azal va ruboiylarida vatanga bo'lgan muhabbat, insoniylik tuyg'ulari hamda hayot falsafasi mujassam. Keling birgalikda Bobur qoldirgan bebaho merosga yana bir bor nazar tashlaymiz. Har yerdaki gul bo'lsa, tikan bo'lsa ne tong. Har qandagi may durdidon bo'lsa ne tong. She'rimda agar hazil, agar jid kechiring, yaxshi borida agar yomon bo'lsa ne tong. Tole yo'qki jonimga baloliq bo'ldi. Har ishniki ayladim xatoliq bo'ldi. O'z yurtimni qo'yib hinsor yuzlandim. Yo Rab netayin ne yuz qaroliq bo'ldi. Har vaqtki ko'rgaysin mening so'zimni o'qib sog'ingaysin o'zimni, fasling bila ko'nglimni Xudo aylab shod, shukurki yoritdi yuzing bila ko'zimni. Zahiruddin qayga borursan? Bobo taxting yurtingni tashlab, qora taqdir seni qul kabi qayerlarga ketmoqda boshlab. Zahiruddin bu qanday savdo? Qora hijr kabi yuz tutmoq, yuragingni qildi-ku ado, tirik turib vatandan ketmoq. Zahiruddin ortga bir qara, ortga bir boq toki sen omon. Axir keyin tushlaringda ham bu tuproqni ko'rmog'ing ziyon. Alam bilan yuragi urar, shivirlaydi titroq lablari, har qayerdan ko'rinib turar Samarqandning minoralari. Bobur qoldirgan adabiy meros bu shunchaki she'rlar emas, balki tarix, tuyg'u va hikmatlar xazinasidir. Uning asarlari avloddan avlodga o'tib, bizni vatanni sevishga, hayotni qadrlashga va go'zallikni ulug'lashga undaydi. Zahiruddin Muhammad Bobur ruhi shod bo'lsin. Uning nomi va ijodi esa doimo barhayot bo'lsin.